Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib kelayotgan YouTube ishqibozlari. Azizlar, bugun sizlar uchun yana bir chiroyli, bir manfaatli bitta video issiqxonadagi limonlar haqida. Limonlarimiz pishib chiroyli holatga kelgan. Anchadan beri videoroliklar qilmay mana bugun qilyapmiz. Limonlar to'g'risida sizlarga videorolik qilamiz. Videolarimizni maksimal darajada like bosasizlar. Kech bo'lishiga qaramasdan videorolik tayyorlayapmiz. Do'stlar, limonimiz pishgan. Bu limonimiz sotilyapti. Sotuv bo'limiga qo'yish uchun biz videorolik qilib limonlarimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana shu 3 sotixlik issiqxonaning ichiga ekilgan limonlarimiz tuygan. Shular haqida bir video qilamiz. Mana 33 ta limon bor 3 sotixlik issiqxonaning ichida. Mana ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Mana limonlarimiz. Mana do'stlar, mana ki limonlar pishgan. Kim bozorga bormay xonadondan limon olaman deganlar bo'lsa, bizga aloqaga chiqaverasizlar. Mana limonlarimiz pishgan. Kim shuna limonlardan izlab yurganlarga biz albatta sotaveramiz. Azizlar, mana ki kutaveramiz. Mana limonlarimiz pishgan. Chiroyli holatda zakonni pishgan limonlarimiz. Kim mana shu limonlardan izlab yurganlar bo'lsa, albatta qo'ng'iroq qilaverasizlar. Limonlar sotamiz. Mana shunday gap, limonlarimiz pishgan. Do'stlar, mana shunday 3 sotixlik issiqxonaning ichidagi limonlarimiz pishgan. Mana bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telefon raqamlarimizni aytib o'tamiz. 94 kodi bilan 208 2706, 95 kodi bilan 004 5077 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoga like bosishni ham unutmaymiz.